Bundan bir necha soat oldin Tramp administratsiyasi shuni e'lon qildiki, dunyoning 75 ta davlatidan keladigan odamlarga AQSh har qanaqa toifadagi immigrant vizalarni mutlaqo noma'lum muddatgacha to'xtatdi. Xo'sh, immigrant viza deganda nima kiradi va u davlatlarning spiskasida O'zbekiston bormi? O'rtoqlar, hozir shu haqida gaplashamiz. The U.S. State Department is suspending visa processing from 75 countries, including Russia, Brazil, and Iran. The pause is indefinite and will begin January 21st. Immigrant vizasi o'zi nima degani? Immigrant vizasi bu AQSh tashqarisida konsullik orqali beriladigan va to'g'ridan to'g'ri keyinchalik green kartaga olib boriladigan viza hisoblanadi. Ya'ni bu turist yoki qanaqadir student viza emas. Bu doimiy yashash uchun beriladigan viza. Immigrant vizasiga nimalar kiradi? Bu oila birlashuvi vizasi, AQSh fuqarosini turmush o'rtog'i uchun qilinadigan viza, AQSh fuqarosini ota-onasi bilan birlashuv uchun qilinadigan viza, bolalari bilan birlashuv uchun qilinadigan viza va green card egalarini turmush o'rtoqlari va farzandlari bilan birlashuv uchun qilinadigan viza. Va albatta shu bilan birga green card yutug'i egalariga beriladigan immigrant viza. Xo'sh, immigrant vizasiga nimalar kirmaydi? Birinchidan turist vizasi, ikkinchidan student vizalari, shu bilan birga ishchi non-immigrant vizalar yoki Amerikaning territoriyasiga уже kirib kelgan, Amerikan territoriyasida bo'lgan odamlar uchun adjustment of status. Bu protsesslar birontasi именно men aytgan immigrant vizalarga kirmaydi. Xo'sh, bu davlatlarning ichida qaysi davlatlar bor? Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Albaniya, Ozarbayjon, Gruziya va boshqa juda ham ko'p davlatlarning ichida ming afsuski O'zbekiston ham bor. Ya'ni O'zbekistonning fuqarolari ham hozirda shu boshqa 75 ta davlat fuqarolari bilan bir vaqtda hech qanaqa immigrant vizalarni olisha olmaydi.